Assalomu alaykum vatandoshlar, do'stlar, yaxshimisiz? Mana bugun biz Fransiyaga o'tib, Dabalyaqchigacha Italiyadan Fransiyaga keldik. Ko'ringlar, orqada tog', bu yoqda tog', mana shunaqa manzarali joylar. Havolari ham juda toza. Dam olib maza qilasizlar. Yevropada apteka degan narsa juda kam ekan. Faqat O'zbekistonda rivojlangan aptekalarda. Chunki bu yerda havo tozaligi uchun odamlar og'rimaydi ekan. Kasal bo'lmaydi ekan. Parklar qilib qo'yarkan bular. 10 kilometrda mana bu yerda hojatxonalari yerda. Dush hamma yo'q bor, besplatniy. Doim pokiza turadi. Bilmayman, shu menimcha tozalaydigan odamlar tozalasa kerak. Sharoit yaxshi. Ko'pchilik O'zbekistondagilar endi o'ylaydi, xo'rachilarda yuvinish sharoiti qanaqa bo'ladi. Shular uchun tavsiya berib o'taman. 10-15 kilometrda Yevropaning ichida parkinglar bor. Stankani parking deydi ekan. Bu parkinglarda обязательно kirsangiz, yo'lni bo'yida hech kim yo'q, o'rmonning ichida bo'lsa ham parkinglar chiroyli qilib qo'ygan. Musorniy yashiklari bor, как положено. Musorniy yashiklarga musor solib, haligi bizga o'xshab aynidan musor tashlab, otlari salib ketgan otlar undan ketishmaydi ekan bu yerlarda. Shunaqa pokiza madaniyatli ekan. Kelganimga Doğrusu 1 yil bo'ladi yaqinda. Hali signal doshi eshitganim yo'q. Umuman signal degan narsa yo'q ekan. Boshqa signal chalishmaydi. Signal ular unutishgan ekan, signal eshitganim yo'q shu paytda kelib. Keyin avtobanda mana katta trassa yo'l, pastlamoq. Bu yerlarda yurib o'tamiz mashinada. Masalan, Italiyadan Fransiyaga kelamiz-ku, shu katta yo'lda ketamiz, svetofor vafshu yo'q. Svetofor degan narsa bo'lmaydi ekan. Faqat svetofor nasionalki kichkina yo'llarda bo'lar ekan. Qaranglar, mana bu sharoitlar qilib chotki qilib qo'ygan ekan. Endi bu video olishimdan maqsad haligi bilmagan aka-ukalar, masalan, Yevropaga kelaman deb qiziqqanlar bor. O'shalar bilib olsin degan maqsadda aytyapman. Ko'pchilik o'ylaydi, dushxona bo'larkan, hojatxona bo'larkan degan narsalar bor. Qarashi 10-15 kilometrda обязательно stankalar qilingan. Mana furalar uchun men furamni berib qo'yganman. Hozir tepaga chiqib bir aylanib keldim. Mana onavi musorni yashigan. Ashaqa qilib idishlar qilib, porядочный qilib qo'yarkanlar, qarasana, u yerda turibdi mana. Sharoitlar yaxshi, Allohga shukr, ishlab yuribmiz. Kelaman deganlarga tavsiya beraman. Kelish kerak, ishlash kerak ekan Yevropaga. Yaxshi firma bilan shartnomani qilib kelsa bo'ldi. Shu joylarda aylanib biz tog'larni ko'rsatay. Ama tog' juda ko'p ekan bu yerda. Tog'lar ancha ko'p. Kelinglar, ishlanglar. Akalar tinch bo'linglar, yaxshi kunni ko'rishaylik.